sokin tungi navoday, ishq dardiga davoday, barchaga suv havoday, sen keraksan o ayol. Sen borsan yorug' dunyo, tunlar ham topgay ziyo. Farishta misol go'yo, mushtilaksan o ayol. Qalbing bahorday ko'rkam, bardoshing tog'day ulkan. Seningsiz dunyo bir kam, muqaddasam o ayol. Gapiramiz. Avvalo, mana bugun Qozon boshida Sarvarbek do'stimiz, Shirangam, Muhammad Yusuf, mana hammamiz siz ayollarga baxt, omad tilaymiz. Ayol qiyofasidagi farishtalar yoki farishta qiyofasidagi ayollar baxtimizga omon bo'linglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar, qarimanglar. Yangi ijodlar, yangi sirli rollar tilab qolamiz. Katta sahnalarda buyuk asarlar yaratishni tilab qolamiz. Hurmatli ayollar, sizlarni tabriklaymiz. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Barakalla. Qani Aziz jamoamiz ayollari, o'tib ketgan bo'lsa ham bayraminglar bilan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli onajonlar, opajonlar, singiljonlar. Barchalarni xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklaymiz. iftorlikka so'ralamiz boshchiligida asar qilib davom qilyapmiz. Qanday bahosini berasizlar? Omon bo'linglar. Assalomu alaykum, Munis, Mo'tabar onajonlarimiz, hurmatli ayollarimiz. Barchangizni o'tib ketgan bo'lsa-da 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Endi ayrim sabablarga ko'ra biz davlat tadbirlarida band bo'lib qoldik. Shuning uchun biz sizlarni tabriklay olmadik. Shuning uchun mo'jazgina dasturxonda bugun iftorlikda sizlarni barchangizni bayram dasturxonida kutamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin.